alaykum, yaxshimisiz? Ha? Uzr, kutirib qo'ydimmi? Ha. Shoshilganimdan g'alati kiyim kiyib chiqibman. Yarashmagan-a? Ha. Rostdan yarashmaganmi? Ha. Mayli, aylanamizmi? Ha. Sardor aka, to'ydan keyin meni ko'p joylarga olib borasizmi yo uyda cho'ri bo'lib o'tiramanmi? Ha. Mana shuncha orzu-havaslarim rasvo bo'ladimi? Ha. Sizga xotin mas'ul kerak ekan-da-ya. Ha? Haddan boshqa gapni bilmas ekansiz-a? Ha. Asabimga tegyapsizmi? Ha. Nima, ataylab qilyapsizmi? Ha. Bo'pti, men ketdim. Ketaveraymi? Ha. Endi o'zingdan-ku. Qornim ochdi. Ovqatlanamizmi? Ha. Voy, shu 2 million bo'pti. O'zingiz to'laysizmi? Ha. 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 Voy, iPhone 16 mi? Menga sovg'a qilasiz? Ha. Kartangizda ko'p pul bo'lsa kerak, menga tashlaverasizmi? Ha. 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 Sizni mashinangizmi? Ha. Xullas, menga yoqmadingiz. Biz bir-birimizga to'g'ri kelmas ekanmiz. Ha, aytgancha. Kreditlarimni ham to'lab qo'ying-a. Aka, qizingiz tashlab ketdimi? Ha.